o'zi kelmas edim aka. Просто 40 gram, tem bo'lib 750 ruble deb rasmini tashuvdingiz, qarasam normalniy narsa ekandingiz dedi, o'shaning uchun keldim. 40 gram deysiz aka adashma. 40 shunaqa chiqdi aka, hozir o'lchashganda. Qarang, tarozimni ham zo'rg'a sig'yapti. Zo'r narsa ekan aka, rovna 40 chiqyapti. To'g'ri aytsiz. Hop, mendichi aka. Necha pul berishdi, ayting? Men yangi o'shanga qo'shib beraman aka. Siz hisoblang aka, mana shunga qarab aytaman. O'zi maqsadim o'sha. Arzon narxlatsiz, qimmatroq qilib beraman deb keldim. Menga o'tdimi? Hisob ko'ring narxini aka. Bitta hisoblayman, keyin aytaman sizga. Yoki men bitta hisoblashganda ko'proq bersangiz sotaman. Holat ideal. Zo'r narsa ekan aka, tosh yo'q. Rovna 40 gram. Turkiyadan olganman desa. Shunaqa. 7,5 mingga juda qimmat olgan ekansiz lekin. 2 million 250 mingdan tushganmi gram? Shunaqaroq tushgan, o'sha payt shunaqa bo'lgandi yoki bilmayman mana. Qarang unda aka. Bundoq qilamiz dedi. Men sizga 40 qo'ydirsa 1 million 175 dan qilib bersam, menimcha bugungi kunda yo'q narx 47 million. Tekis qilib berdim. 1 million 175 ming so'mdan 1 gramini. Pulni naqd berasizmi hozir? Naqd beraman aka, agar men bering aka. Bering. Rozimisiz aka? Roziman aka, конечно roziman. Ancha qimmat berdingiz. Baraka. Qarang. Hop, men bir 20 million. Bundoq qilaylik. 20, 30, 10 bitta 40, 5 bo'lsa, 5. men sizga yana 2 million berishim kerak bo'pti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasib edi, to'g'risini tekis 2 million olib qo'ydik. Shunda 47 million bo'ldi, aka. 7 million bo'ldi, aka. Aka, rahmat kattakon. Ishxonangizga ham o'taman, keyin safaring chaqirib shunaqa bo'lganiga ham arzon berishdi. Sog' bo'ling, rozi bo'ling, charchamayapman. Rahmat.